Üm, Assalamu alaykum, hörmətli qarindaşlar. Hammalarınız muş vaqtınlar xeyirlik bolsun. Men bugün ciddilam qısqa bir video qilish uchun qarşınıza chiqib qoldim. İki noktada to'xtalmoq qarindaşlarım. Birinci nokta Bozniyada Munofiqlar qurultayining saylimi to'g'risida bir qisqacha to'xtalib o'taman. Bu yerda bir saylash emas, amaliyotda tanlash xarakterlik bir faoliyat bo'ldi. Buni hammalar ko'rdik deb o'ylayman, xabar topganlar. Men tabriklayman bularni. Ya'ni naq o'ziga xos, o'ziga loyiq holda bir tal nomzod bilan bir saylash emas, tanlash qilganligi va Sharq Turkistonliklarga vakillik qilinmaydiganligini yana bir qitim isbotlaganlar uchun ko'p rahmat aytaman ve təbriklayman. Yeni bir nokta bir de alaydı. 17 yıl, 18 yılın yağı enididin yaşlarını demokratiya bilen terbiyeleş kursu içip yaşlarını terbiyeleşemez, belki demokratiya bilen terbiyeleşti, aval çoğunlarını terbiyeleşi ve demokratik saylamının köp namzatlık saylamının kanda bulduğallığını 17 yılın yağı tehe ügünü planmağallığını təbriklayman. Endi gapning xulosasi yana saylam deyilgan narsa bilan o'ziga o'zi chavoqchilib zaten her yıllarına yaq shu, bu reis vaqtidimi shu, onun oldidagi reis vaqtidimi shu, onun oldidagi vaqtidimi shu. O'xshash shaklda Sharq Turkiston xalqiga hech vakillik qilinmaydigan shakldagi saylash emas, tanlash xarakterlik yana bir yig'in o'tkazdi. Mening bularning bu tanlışıdın burun bir teklif bergendim, qaragan quloq solmabdi. Ya'ni 2 qitim, 3 qitim degan narsani tashlab etib, Dolqun Isani yana davomli saylanglar, o'lguchi saylanglar degan edim. Endi oldiga bir diniy sohadagi bir shaxsni chiqarib qo'yib, perdining keyni ko'tib olib, uning kuklasini tutib o'ynayman degandan, meningcha yana bir qitim Dolqun Isa o'zilam chiqqan bo'lsa, hech bo'lmasa bir diniy şəxs dini ölümə degan ismdeki dinə hörmət olğan bolatdı. Amma onu qılmabdı. Yani ne dinimizə, ne xalqımızga heç qanday hörmət yox. Şuna hem de nəticədən eniq bolğundək, aldığa bir kukla dini zatdan birini çıxarıb qoyub, pərdinin keynindən yəni oxşaş davam qıldı ekan. Bu eniq boldu hamdı. Ondan dikin men əxlaqi reis deb anladım, başqalar ya onda deməbdi, başqa reis deydi. Mening xulqum əxlaqi reislik deb anladı. Dolqun Isaga əxlaqi reislikni təklif qilibdi ki, sizni əxlaqi reis qilayli, ən əxlaqlı adam siz olğandikin qurultayda deb. Amma onu rədd qilibdi. Men bununğa heyran qaldım. Əslində demokratiya bilan tərbiyələş kursida demokratiyani qanchalik o'rgangan bo'lsa, əxlaqi reis olub bu yaşlarını əxlaq bilan tərbiyələş kursudanmı yana birini içiş kerakdi deb o'yladim. Ama bunu rədd qilibdi. Yani bırakla perdinin keynida to'g'an shaklda menga aytibdi, bunu hem de o'zining ko'ngli. Hamda o'zinglarning ichini tozalanglar. Mayli əxlaq jihatdan, mayli Xitoyning ishpiyoni jihatdan o'zinglarning ichini tozalanglar. Bo'lmasa ichidan sesib tugaysizlar. Xalqning nazaridan tushib tugaysizlar degan edim bundan 3 yilmi 4 yil burungi bir programmada. Sesib tugaysizlar. Xalqning nazarida sesib tugaysizlar. Eng oxirgi bir tamcha umid degan narsa bo'lsa, ishchinglarni tozalanglar. Yana birisi bundan 3-4 yil burun mendan Sharq Turkiston yoshlar qurultayining Dünya Uyghur qurultaydan, yani benim tilimde Munofiqlar qurultaydan farqi nima degan Abdurahman Öztürk qarinishimiz bugün Türkiye'de bir aşpazga Xitoydan kelgan, bankadan kelgan pul talonlarini isbotini chiqarib ve bu adamni Kanadadagi To'yg'un Abduvali ve Amerikadagi Ömer Qanot qatorliqlarning ativorlab yitlab yurganligi to'g'risida bir uchurlarni chiqaribdi. Ben bunu şu Facebook bitimde şu videonun astığa emberlep koydum. Yani Abdurahman qarinishimiz burun bizden
Sizning bu qurultaydan farqingiz nima deb so'rgan savoliga bugun o'zi javobini topgan o'xshaydi. Yani u qurultayning ishchi mitchidi munofiq. Sharq Türkiston yoshlar qurultayining ishchida bir munofiq yo'q. Farqimiz bu qerinchi. Endi buningga ulapla ikkinchi temaga o'tay. Bu munofiqlar qurultayining burun muavin reisi olup hizmet qilgan, uzun yıllar muavin reisi olup hizmet qilgan Seyit Tümtürkbeg bir video içipti. Ve videosida bir qator bulungan voqealarni so'zlash bilan birga birilarga savollarni qo'yibdi ve mening diqqatimni tortgan mundaq bir qismi bor bu jarayonda. Aldı bilan shu qismini bir ko'raylik, 2 minutlik qismini. Ya doktor bana cevap verdi ya ki bu kurultay reislik heyeti bizni Rabia Kadir Hanım'ını ve beni kurultayga Saraybosna'daki 8. nöbetli kurultay kendisi kelsi bulmaydı degen rehberler, atalmış rehberler, Xitay Kompartisininki rehberleri bizden kaç sebeple kemligenlikimizni bizge ilan kılındı. Bizge emez, benim şahsımda emez, milletki ilan kılındı. Biz ahlaksızlık kıldık mı, paşvazlık kıldık mı, uğurluk, yancıkçılık kıldık mı, milletinin məxfiyyətini Xitayga verdik mi? Ya ki Xitay casusları bilen birge iş tuttuk mu? Kurultayının içinde mən sizligi 5 tane isim sanıyalayım. Mən özəm iniqliğan, Xitayga hizmet kılıp atkanlığını delil ispatları ve iniqliğan 5 adamın ismini sanıyalayım. Ama ularga zerreçe içim ağrımaydı. Lekin her birinin aile balları oğaçka, mən şularının özge degen, öz vaxtıda. Sen ikinci menin kışımdın yok ol, madavadını çekin, senin Xitay bilen näde köreşkenlikinin hemmisinin haberin var, Seyit Tümtürk boş emez. Benim vatandım edimim var. Xitay'nın içidi mi, Xitay'ga işlavatqanda körengen bilen bizge iç sırrını diyaleydiğen erkeklerimiz var. Ben size düşünçülük deyim. Xitay'ga birip, Xitay'ga satqınlık, xıyanat kılman degen guylanı bana vatan içindeki kardeşlerimi yetkizəleydi. Hazır mı yetkizəleydi? İnşallah. Biz boş emez. Dost canım. Şunun için Xitay'ınki Xoş qarindaşlar, həmmimizin kögünümüzdək Seyit Tümtürkbeg özünün videosida Munofiqlar qurultayının işçidiki 5 adamның Xitay bilan qanday ko'rishib, Xitoyga qanday xizmat qiladiganligini so'zlab o'tibdi. Bu boshqa adam, sirtdagi bir adam desa, bu gap boshqa gap. Ammo uzun yillar bu Sharq Turkiston ko'rishining ishchida tug'an va bu qurultayning ishida muavin raislik darajasida xizmat qilgan uzun yillar bir bundaq bir shaxsning bunday gapni qilishi bu undaq bo'sh gap emas, oson gap emas. Endi mening Seyit Tümtürkbegga chaqiriqim shu. Hurmatli Seyit Tümtürkbeg. Videoңizda deganingizdek 5 tane bu qurultayning ishchidagi 5 tane shaxsning yoki 5 nafar shaxsning Xitoy bilan bo'lgan munosabatini, Xitoy bilan ko'rishganini dalil isbotlari bilan biladi ekansiz. Va burun bu qurultayning muavin raisi salohiyatida xizmat qilgan bir shaxs bo'lishi sifatingiz bilan buni bildi ekansiz. Undaqda bularning hozir deganingizdek ailesidagi bolaları da undaq bo'ladi, bundaq gap keladi deb ansirab, buni o'tirib chiqarmasligimiz to'g'rimi? Vatanimizda qancha millionlagan oilalar vayron bo'lib ketdi. Vatanimizda qancha 100 minglagan kishilar shahid bo'lib ketdi. Ashularning haqqi uchun, ashularning bir qon qisosi uchun chet elda yana davomli setilavermasligimiz uchun sizning buni o'tirg'i chiqarish majburiyatingiz bor deb qarayman. Ya'ni Bozniyadagi yig'inga sizni chaqirgan bo'lsa, buni chiqarmay, Bozniyadagi yig'inga chaqirmag'ashqa men buni chiqarmay desangiz, meningcha bu axloqiy bo'lmaydi, etik bo'lmaydi. Shunga bundaq bir iddaoni atgan ekansiz va bizmi bu munofiqlar qurultayining hozirgacha
chiqargan dalillerimiz bilan bularning qanday xayrlik qilib atganliklarini hozirgacha chiqarib kelgan bo'lsak, sizdek bir so'zining eri bo'lgan bir kishi bundaq iddiani qo'yibla u yerda o'zingiz degandek balkim ergishib shu yillarga kirib qolgan yaxshi odamlar bo'lishi mumkin. Ammo siz bundaq 5 odam deb qo'yibla bundaq so'ziga ega bo'ladigan bir odam 5 odam bor deb qo'ysangizlar, uning ichidagi hamma odamni tuhmat ostida qo'ysiz. Buni menda yaxshi tushunasiz deb o'ylayman. Undaqda bu 5 kishini xalqimizning oldiga dalil isbotlari bilan chiqarib, bu munofiqlar qurultayidagi 5 xoin kim u va bizni setayotgan beshidikilarning bu 5 odamdan qanchalik xabari bor, qanchalik aloqasi bor. Meningcha bilganlaringizning hammani chiqarsangiz, xalqimizning oldiga qo'ysangiz, birinchisi o qurultayning ichidagi kirib qolgan yaxshi niyatlik, oq ko'ngil kishilarning tuhmat ostida qolmasligini kapolatlik qilsiz. İkincisi, bu xalqimizning, millatimizning yana bir qitim davomliq shundaq setilavermasligi uchun vatandagi millionlarcha izlayotgan xalqimiz va 100 minglarcha shehid ketgan xalqimizning qon qisosi uchun buni naq vaqtida maydonga chiqarish sizning majburiyatingiz deb qarayman. Bundaq bir iddiani atgan Seyit Tömtürkbek buni dalilsiz bir iddiani atqantim Bosniya yig'iniga borgandiq yo bormagandiq, keyin aplashib qolgandiq. Turg'unjon Alovdin telefon qilibdiki, aplashib qoldik, unutib ketinglar degan shaklda bu narsani unutib ketmaysiz deb o'ylayman. Shunga biz sizni kutamiz. Meningcha butun muhojiratdagi qarindoshlar bu iddialaringizning dalilini ko'rishni xohlaydi. Qiramsa iddiani atgankansiz, iddiani isbotlashni va maydonga dalillar bilan maydonga etib bizning xalqimizni davomli setilishdan to'sab qilish endi sizning bo'yningizning burchi deb o'ylayman va sizning budaqiy qadamingizni kutaman. Barliq qarindoshlar, hammalarga rahmat va Seyitbek sizning diqqat berganingizga rahmat. Hammalar budaqiy ko'rishguncha Allohga emanet qarindoshlar. Aman bo'linglar.